Malikalar Onlasavay kassasan akalar bugun 5-oktyabr kechki vaqt soat 19:40 pashta 20:00 da hozir smena almashyapti militsiya akalarimizga, tog'alarniki. Короче, mana shu aeroport Pulkovo faqat ko'pincha mana shu yerda turadi. Chunki nima uchun? Mana shu yerda vxod kirib ketish akalar. Ichkariga mana shu yerda kirib ketadi. Ikkinchi etajda постоянно bor. Постоянно bor. Akalar, Onlasavay kassasini kuzatishda davom etingizlar akalar. Dokumentlaringiz bo'lsam ehtiyot bo'lib o'tishga harakat qilingizlar akalar. Bezdakit bo'lsangiz, Eldoronlar Savay kassasiga murojaat qilasizlar. Biz chiroyli qilib akalar o'tkazib qo'yamiz. Eldoronlar Savay kassasi har kuni, har vremyada, masalan, mana bu vaziyatda aeroport Pulkovoda ko'rsatib, o'tkazib, mana odamlarimiz o'tkazib qo'yib, vaziyatni ko'rsatib ketamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Eldoronlar Savay kassasi Instagramlarimizga obuna bo'lingizlar. Mana bu YouTube kanallarimizga mana shu nomerlarimizga, pryamoy nomerga, WhatsApp, Telegramga biletlarni xarid qilaveringizlar. Chiroyli qilib biz o'zimiz o'tkazib qo'yamiz. Eldoronlar Savay kassasi har doim xalq xizmatida akalar. Biz sizlar bilan siz ham biz bilan bo'lingizlar akalar. Biz hozir 5-oktyabr aeroport Pulkovoda, bugun Toshkent, Dushanbega Somonayerga va kechga Sankt-Peterburgdan Ufaga, Ufadan Samarqandga akalarimiz bor. Ularni o'tkazib qo'yganlik kelganmiz akalar. Mana vaziyat shunaqa hozir.